Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Ayrim pensionerlar avgust oyida kerakli hujjatni topshirmasa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilmasligi, qo'shimcha to'lov yoki indeksatsiya vaqtida aks etmasligi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjat, bitta ariza yoki bitta tasdiqlovchi ma'lumot kechiksa, odam oylar davomida o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Men bu mavzuni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Kim xavotir olish kerak, kimga tegishli emas, qaysi hujjat haqida gap ketadi va avgust oyida nima qilish kerak? Avval tartib qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar shunday o'ylaydi. Davlat pensiyani o'zi hisoblaydi, oshirsa o'zi oshiradi, hujjat kerak bo'lsa o'zi topadi. Amalda esa pensiya tizimida ayrim ma'lumotlar avtomatik keladi. Ayrim ma'lumotlarni esa fuqaroning o'zi tasdiqlashi kerak bo'ladi. Ayniqsa ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, qaramog'idagi shaxslar, nogironlik holati, ishlayotgan yoki ishlamayotganlik maqomi, bank rekvizitlari yoki yashash joyidagi o'zgarishlar kabi masalalarda hujjat muhim rol o'ynaydi. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Pensioner pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi, arza yozardi, mehnat daftarchasini ko'rsatardi, arxivdan ma'lumotnoma olib kelardi. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi albatta. Lekin elektron bazada ma'lumot yo'q bo'lsa, noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki eski davrga oid ish haqi arxivda alohida saqlangan bo'lsa, tizim uni o'z-o'zidan hisobga olmaydi. Mana shu joyda odam hujjat topshirmasa, uning pensiyasi qayta hisoblanmay qolishi mumkin. Avgust oyining muhimligi shundaki, ayrim toifadagi pensionerlar uchun yilning ma'lum davrlarida qayta hisoblash, tasdiqlash, ro'yxatdan o'tkazish yoki ma'lumotlarni yangilash ishlari amalga oshiriladi. Agar shu oyda zarur hujjat berilmasa, keyingi oyda indeksatsiya yoki oshirilgan to'lov avtomatik tushadi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Men bu yerda bitta narsa aniq aytaman. Har bir pensioner o'z holatini tekshirtirishi kerak. Chunki bir odamga hujjat shart bo'lmasligi mumkin. Boshqa odam esa aynan shu hujjat tufayli katta farq oladi. Hozir pensiya hisoblashda asosiy e'tibor bazadagi ma'lumotlarga qaratilmoqda. Ya'ni tizimda sizning ish stajingiz, ish haqi, to'langan badallar, mehnat faoliyatingiz, imtiyozlaringiz ko'rinishi kerak. Agar bazada ma'lumot to'liq bo'lsa, ko'p holatda qo'shimcha yugur bo'lmaydi. Ammo 1990-yillar, 2000-yillarning boshidagi ish joylari, tugatilgan korxonalar, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, maktab, shifoxona yoki idoralar bo'yicha ma'lumotlar hamma vaqt ham to'liq elektron ko'rinishda turmaydi. Masalan, odam 25 yil ishlagan, lekin elektron tizimda 5 yil ko'rinib turibdi. Qolgan 7 yil qog'oz mehnat daftarchasida bor, ammo tizimda yo'q. Agar pensioner bu 7 yilni tasdiqlovchi hujjatni olib bormasa, qayta hisoblashda bu davr inobatga olinmasligi mumkin. Natijada pensiya miqdori odam o'ylaganidan past bo'lib qoladi. Yana bir misol, ayol kishi yoshligida tikuv fabrikasida ishlagan, keyin bolalar tarbiyasi bilan band bo'lgan, keyin maktabda farrosh bo'lib ishlagan. U pensiyaga chiqqanida ayrim davrlar hisobga olingan, ayrimlari esa tasdiqlanmagan. Keyin pensiya oshirilganda yoki qayta ko'rib chiqilganda u arxiv ma'lumotnomasini olib borsa, pensiyasi masalan 20.000 so'm yoki 2000 so'mga oshishi mumkin. Lekin hujjatni vaqtida topshirmasa bu oshish kechikadi. Pul yo'qolib ketmaydi deyish oson, ammo amalda odam har oy dori oladi, kommunal to'lov qiladi, oziq-ovqat xarid qiladi. 200.000 so'm ham pensioner uchun sezilarli pul. Birinchi navbatda pensiyasi yaqinda tayinlangan yoki oxirgi yillarda qayta hisoblash so'ragan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz pensiya tayinlanganda hamma ish yillaringiz hisobga olinganiga ishonchingiz komil bo'lmasa, avgustda bo'limga borib tekshirtiring. Men odamlarga doim shuni aytaman. Pensiya varaqasini yoki hisob-kitob ma'lumotini ko'rmasdan turib, hammasi to'g'ri deb xulosa qilmang. Ikkinchi toifa eski korxonalarda ishlaganlar. Masalan, sobiq kolxoz, sovxoz, paxta zavodi, qurilish boshqarmasi, avtobaza, tikuv fabrikasi, savdo bazasi, maishiy xizmat kombinati, tuman kasalxonasi, maktab, bolalar bog'chasi, pochta, temir yo'l, kommunal xo'jalik kabi joylarda ishlaganlar. Bu tashkilotlarning ayrimlari tugatilgan,
nomi o'zgargan yoki hujjatlari arxivga topshirilgan. Bunday holatda ish staji yoki ish haqi faqat arxiv ma'lumotnomasi bilan tasdiqlanishi mumkin. Uchinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiya oladi va bir vaqtning o'zida ishlaydi. Ularning holatida ish beruvchi tomonidan ma'lumotlar to'g'ri topshirilishi, daromadlar ko'rinishi, ishlash davri tasdiqlanishi muhim. Agar ish joyi ma'lumotni kech topshirsa yoki pensioner o'z maqomini yangilamasa, ayrim qayta hisoblashlar kechikishi mumkin. 4-toifa nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda hujjatlar yanada nozik. Tibbiy xulosa: nogironlik guruhi muddati o'qiyotgan farzandning kunduzgi ta'limda o'qishi, qaramog'idagi shaxslar haqidagi ma'lumotlar vaqtida tasdiqlanishi kerak. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba 15 yoshdan oshgan bo'lsa, u kunduzgi bo'limda o'qiyotgani tasdiqlovchi ma'lumotnoma topshirishi talab qilinishi mumkin. Agar avgustda o'qish joyidan ma'lumotnoma olinmasa, sentabrdan to'lovda muammo chiqishi ehtimoli bor. 5-toifa pensiya miqdori juda past chiqayotganini sezganlar. Masalan, siz 3 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz minimal darajaga yaqin bo'lsa, sababini tekshirtirish kerak. Har doim ham xato bo'ladi demayman. Ba'zida ish haqi past bo'lgan, ba'zida badallar to'lanmagan, ba'zida staj yetmagan bo'ladi. Lekin ayrim hollarda hujjat yetishmagani uchun past chiqadi. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish yillaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, pensiya jamg'armasi hisob-kitobni tasdiqlagan bo'lsa va sizda hech qanday o'zgarish bo'lmasa, ortiqcha xavotirga berilish shart emas. Lekin men baribir bir marta tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki tekshirtirish bilan hech narsa yo'qotmaysiz, aksincha xotirjam bo'lasiz. Agar siz faqat yoshga doir pensiya olsangiz, ishlamayotgan bo'lsangiz, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, nogironlik yoki qaramog'idagi shaxslar bo'yicha qo'shimcha to'lov olmasangiz. Ko'p hollarda sizdan yangi hujjat talab qilinmasligi mumkin. Ammo bu umumiy holat. Har bir tumanda, har bir shaxsiy pensiya ishida vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Birinchi misol: Toshkent viloyatida yashaydigan pensioner aka 1995 yildan 2005 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiya tayinlanganda uning mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlar bor edi. Lekin 1997 yillardagi ish haqi bo'yicha ma'lumot topilmagani uchun hisoblashda o'rtacha past ko'rsatkich olingan. Keyin u arxivdan ish haqi haqida ma'lumotnoma olib keldi. Natijada pensiya qayta hisoblandi va oyga taxminan 1000 so'mga ko'paydi. Agar u bu hujjatni avgustdagi qabul davrida topshirmaganda, qayta hisoblash keyingi oyga yoki undan keyingi davrga surilar edi. Ikkinchi misol: bir opa ayni yil maktabda ishlagan, undan oldin takrchilik kolxozda mehnat qilgan. Elektron bazda maktabdagi davr ko'ringan, kolxozdagi davr esa to'liq ko'rinmagan. U o'zi men baribir pensiya olyapman, endi nima farq bor deb yuravergan. Lekin farq bor. Chunki umumiy ish staji oshsa, ayrim holatlarda pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. U arxivdan kolxozdagi ish davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelgach, pensiya ishi qayta ko'rib chiqildi. Bu yerda asosiy saboq shuki, mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa ham ba'zan qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Uchinchi misol: bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba sentabrda o'qishni davom ettiradi. Lekin avgustda o'quv yurtidan ma'lumotnoma olib bormaydi. Tizimda u hali ham o'qiyotgani avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Natijada to'lov vaqtincha to'xtashi yoki aniqlashtirishga tushishi ehtimoli paydo bo'ladi. Keyin hujjat topshiriladi, masala hal bo'ladi, lekin odam 1 yoki 2 oy pul kutib qolishi mumkin. Shuning uchun avgustda o'qish, qaramog'ida bo'lish yoki huquqni tasdiqlovchi hujjatlarni oldindan tayyorlash muhim. 4-misol: pensioner ishlashni davom ettiradi, lekin ish beruvchi uni rasmiy ravishda kech ro'yxatdan o'tkazgan yoki hisobotlarda xatoga yo'l qo'ygan. Pensioner esa hammasi joyida deb o'ylaydi. Keyin qayta hisoblashda oxirgi ishlagan davri ko'rinmaydi. Bu yerda pensioner ish beruvchidan mehnat shartnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi to'g'risida ma'lumot yoki elektron tizimdagi yozuvlarni tekshirtirish kerak bo'ladi. Men aniq bir nomni hamma uchun bir xil deb aytmayman. Chunki holatga qarab hujjat turi o'zgaradi. Lekin eng ko'p uchraydigan hujjatlar quyidagilar: ish stajini tasdiqlovchi mehnat daftarchasi yoki uning nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma,
o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, qaramog'dagi shaxslar haqidagi hujjat, yashash joyi yoki bank rekvizitlari bo'yicha yangilangan ma'lumot. Ishlamayotganlik yoki ishlayotganlik holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar. Eng ko'p muammo arxiv ma'lumotnomasi bilan chiqadi. Chunki pensioner ko'pincha qayerga borishni bilmaydi. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Ba'zida korxonaning huquqiy vorisi bo'ladi. Masalan, eski tashkilot boshqa nom bilan faoliyat yuritayotgan bo'lishi mumkin. Shunda arxiv emas, aynan o'sha voris tashkilot ma'lumot beradi. Agar hujjatlar umuman topilmasa, masala murakkablashadi va qo'shimcha tartiblar talab qilinishi mumkin. Yana bir nozik jihat. Ma'lumotnomada ism, familiya, tug'ilgan sana, lavozim, ishlagan davr va ish haqi to'g'ri yozilishi kerak. Bitta harf xatosi ham tekshiruvni cho'zishi mumkin. Masalan, pasportda familiya Karimova, eski hujjatda Karimov deb yozilgan bo'lsa, bu alohida izoh yoki tasdiq talab qilishi mumkin. Nikohdan keyin familiya o'zgargan ayollar ham alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Ular nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni ham tayyorlab qo'yishi kerak. Birinchi istisno, hamma pensiya oshishi alohida ariza bilan bo'lmaydi. Davlat tomonidan umumiy oshirish bo'lsa, ko'p hollarda u avtomatik qo'llanadi. Lekin avtomatik oshirish bilan individual qayta hisoblashni adashtirmang. Umumiy indeksatsiya hammaga tegishli bo'lishi mumkin. Ammo sizning ish stajingiz yoki ish haqingiz bo'yicha qo'shimcha oshish faqat hujjat asosida amalga oshiriladi. Ikkinchi istisno, hujjat topshirildi degani masala shu kuni hal bo'ldi degani emas. Pensiya organi hujjatni tekshiradi, bazaga kiritadi, hisob-kitob qiladi. Zarur bo'lsa boshqa idoraga so'rov yuboradi. Shuning uchun avgustning oxirgi kuni bo'lish xavfli. Men har doim pensionerlarga shuni aytaman. Hujjatni oyning boshida yoki hech bo'lmasa o'rtasida topshiring. Oxirgi kunga qoldirsangiz, bitta xato chiqsa tuzatishga vaqt qolmaydi. Uchinchi istisno, og'zaki gapga ishonib qolmang. Ba'zida odam bo'limga boradi. Navbat ko'p bo'ladi. Kimdir yo'lakda sizga kerak emas deydi. Men bunday holatda faqat mas'ul xodimdan rasmiy tushuntirish olishni maslahat beraman. Ariza topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi. Ro'yxat raqami yoki elektron murojaat raqamini saqlab qo'ying. Ertaga men topshirgan edim degan gapni isbotlash uchun aynan shu kerak bo'ladi. 4-nuqta, pensiya kartasi yoki bank rekviziti o'zgarsa, bu ham muammo tug'dirishi mumkin. Ba'zi pensionerlar kartasi muddati tugaganini sezmaydi. Yangi karta oladi, lekin ma'lumotni yangilamaydi. Keyin to'lov kechikadi. Indeksatsiya bo'ldi, pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya hisobida emas, to'lov kanalida bo'lishi mumkin. 5-nuqta, doimiy yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Agar siz boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya ishingiz ko'chirilishi, manzil yangilanishi, to'lov joyi moslashtirilishi kerak bo'lishi mumkin. Bu jarayonni kechiktirsangiz, hujjatlar eski joyda qolib ketadi. Siz esa yangi joyda tez xizmat ola olmaysiz. Endi men nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya holatingizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Imkon bo'lsa, elektron xizmatlar orqali ham ma'lumot oling. Savolni umumiy bermang. Mening pensiyam to'g'ri hisoblanganmi deyish o'rniga, mening ish stajim necha yil hisobga olingan, qaysi davrlar kiritilgan, qaysi davrlar tasdiqlanmagan deb so'rang. Ikkinchi qadam, eski hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, o'qish davri hujjatlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik xulosalari, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar. Hammasini bitta papkaga solib qo'ying. Hujjat kerak bo'lgan kuni qidirib sarson bo'lmaysiz. 3-qadam, yetishmayotgan davrni aniqlang. Masalan, siz 1992 yildan 1996 yilgacha bitta korxonada ishlagan bo'lsangiz, lekin hisobda faqat 1996 yilgacha ko'rinsa, demak 1998-1990 yillar bo'yicha ma'lumot kerak. Arxivga ham menga ma'lumotnoma kerak deb emas, aniq davr, aniq korxona nomi, lavozim va ish joyi bilan murojaat qiling. Shunda javob tezroq chiqadi. 4-qadam, ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, pensiya turi, murojaat sababi, qaysi hujjatni ilova qilayotganingiz va nimani so'rayotganingiz aniq bo'lsin.
Masalan, 1999-1995 yillardagi ish stajim va ish haqimni pensiya hisob kitobida inobatga olib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring yoki elektron murojaat raqamini saqlang. 5-qadam, avgust oyini o'tkazib yubormang. Agar sizga hujjat topshirish, o'qish ma'lumotnomasini yangilash, nogironlik muddati bo'yicha tasdiq berish yoki qayta hisoblashga ariza kiritish kerak bo'lsa, avgustning oxirini kutmang. Bugun tekshiring, ertaga hujjat yig'ing. Imkon bo'lsa shu hafta topshiring. Chunki bitta arxiv javobi ba'zan 10 kun, ba'zan 15 kun, ba'zan undan ham ko'proq vaqt olishi mumkin. 6-qadam, javobni nazorat qiling. Hujjat topshirdim, endi o'zi bo'ladi deb kutib yurmang. Belgilangan muddat o'tkash. Bo'limga qo'ng'iroq qiling yoki borib holatni so'rang. Hujjat qabul qilinganmi? Tekshiruv tugagan? Qayta hisoblash qilinganmi? Qaysi oydan to'lov aks etadi? Farq summasi bo'lsa qachon beriladi? Bularning hammasini aniqlang. Men eng katta xatolarni ko'p ko'rganman. Birinchi xato qo'shnimga kerak bo'lmagan, menga ham kerak emas deb o'ylash. Qo'shningizning ish staji elektron bazada to'liq bo'lishi mumkin, sizniki esa yo'q. Uning pensiya turi boshqa, sizniki boshqa. Shuning uchun har bir ish alohida. Ikkinchi xato hujjatning asl nusxasini topshirib, nusxa saqlamaslik. Hujjat topshirganda imkon bo'lsa nusxa oling, qabul qilinganini tasdiqlating. Asl hujjat talab qilinsa, qaysi asosda olinayotganini va qaytarish tartibini so'rang. Uchinchi xato arxiv ma'lumotnomasidagi xatoni ko'rmasdan topshirish. Hujjatni olgan zahoti ism, familiya, tug'ilgan yil, korxona nomi, ishlagan davr va raqamlarni tekshiring. Agar xato bo'lsa darhol tuzattiring. Xato hujjat bilan pensiya organiga borsangiz, jarayon yana cho'ziladi. 4-xato faqat telefon orqali so'rab, rasmiy murojaat qilmaslik. Telefon orqali umumiy maslahat olish mumkin. Lekin pulga ta'sir qiladigan masalada ariza va hujjat bo'lishi kerak. Rasmiy murojaat bo'lmasa, rasmiy muddat ham boshlanmaydi. 5-xato farzandlar e'tiborsizligi. Ko'p pensionerlar hujjat ishini tushunmaydi. Navbatda turishga qiynaladi, arxivga bora olmaydi. Farzandlar esa oyim pensiya olyapti-ku deb o'ylaydi. Men farzandlarga alohida aytaman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta ko'rib chiqing. Ularning 100 ming, 200 ming, 300 ming so'm qo'shimcha olish imkoniyati bo'lsa, bu oilaviy budjet uchun ham yordam. Demak, asosiy gap shuki, pensiya oshishi yoki indeksatsiya hamma vaqt ham faqat kutib o'tirish bilan to'liq aks etavermaydi. Umumiy o'sish avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin sizning shaxsiy ish stajingiz, ish haqingiz, imtiyozingiz, o'qish yoki nogironlik holatingiz, qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha hujjatlar vaqtida tasdiqlanmasa, pulingiz kechikishi yoki hisobga olinmay qolishi mumkin. Avgust oyida eng to'g'ri ish pensiya holatini tekshirtirish. Yetishmayotgan hujjatlarni aniqlash, arxiv yoki ish joyidan ma'lumotnoma olish, ariza bilan topshirish va qabul qilinganini tasdiqlab qo'yish. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin amalda pensionerning oyma-oy oladigan puliga bevosita ta'sir qiladi. Sizdan so'rayman, oilangizda pensiya oladigan odam bormi? Ularning hujjatlari to'liqmi? Pensiya hisob kitobi tekshirilganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki avgustda topshirilmagan bitta hujjat keyin bir necha oy sarsonlikka sabab bo'lishi mumkin.